Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Oybek Mahmudov kanali kuzatuvchi a'zolari. Hafta kuniga dushanba 2026-yilning 22-iyun kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Qarshixonaga Azizbek va Boburjon akalarimiz mini fermalarida yangi partiya mollarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Videomizni o'tkazmay ko'ring, yoshroq va semental buqacha, bu yoqda urug'bob, shved. Mana zo'rlarni qidirgan zo'rovchi aloqaga chiqarib, bo'g'oz qidirganlarga bo'g'oz, qisir qidirganlar qisir, hammasini ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Videomizni o'tkazmay ko'ring, to'liq ma'lumotlarni qoldirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Zo'r aka, rahmat. Muxlislar. Assalomu alaykum muxlislar, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, Oybek Mahmudov kanali obunachilari, hammaga alangalik salom deb qolamiz. Aka, boshlangan hafta hammaga xayr va barakalik, yaxshi, unumli kelsin. Aka, yangi partiya mollarimiz kelgan, o'zi 10 dona mol bor aka, zo'rni kutgan, zo'r uchun kelaveradilar. Aka, kamroq lekin sifati zo'rlar. 5 dona bo'g'ozim bor, buqacha, g'unojin qolganlari, qolgan 5 tasi. Aka, narxini qo'limdan kelguncha yengil qilib, bozor yuzida, imkon darajasida. Yeb uchun sog'ligi zo'r. Xalq qo'liga yetkazib berishga harakat qilaman. Aka, ko'ngildagiday narx qilib beraman aka, zaklatlarni bemalol tayyorlab turaversinlar aka. Narxini o'zim qo'limdan kelguncha imkon darajasida yengil qilib berishga harakat qilaman. Yeb ichish sog'ligiga qancha garantiya beramiz? Aka, yeb ichish sog'ligiga 3 kun garantiyamiz bor. 3 kun ichiga yemas ichmasa qaytarib olamiz. Ikkinchi dastavkasi Buxoro bo'ylab bizning hisobimizdan, qolgan viloyatlarga kelishamiz aka. Kelishgan holatda ketaveradi. Shunday. Boshladikmi o'zi? Boshlaymiz aka. Bo'shaklar boshladik bo'lsa birinchisidan. Aka, gibrid. Yo'q, semental gibrid. Ona semental gibrid. Ona semental gibrid. Otasi 100 talik semental bo'lgan baxshularga ona gibrid lekin. Ona gibrid. Xo'sh. Onadan ayrib bo'lgan. Onasi Estonga nimani gibridmi? Semental gibrid. Shunday. Ona Estonga semental gibrid mana uni to'yfasi akaman. Shunday. Shundaymi? Shunday. Prosta bu sementallar ko'proq olgan. Bu ko'proq olgan. Boshqa qismlari, bichimlariga e'tibor ko'rinishlari, tuyoqlari, shoxlari, oyoq qismlari ko'rinishi. Asosiysi aka gibridligi bor. Ketini ham olib beringmi? Ketdi kengaygan qarang. Xo'sh, akalar ketdi kengligiga bitta baho berasizlar. Mana bosh bichimlar. Buqacha akalar. Aka, leboy sigir demadi. Buqacha. Leboy sigir demadi. Kecha onadan ayrildi. Xo'p, yeyish ham bor ekan-da, yeygan ham. Ishi ham bor ekan, molga havasim ketdi. Dehqon akamiz onadan ayirib olaygan ekanlar. Aytdim aka, bir 200 ming so'm foydangizni beraman. Bering desam, sen 500 ming so'm bera olmaysan, 500 ming bersang beraman dedi. Oldim 500 ming berib. Mol yaxshi-da. Mol yaxshi. Onasi yaxshi edi, nasib bo'lsa, onasiga ketsa ham, hech bilmaganga 130 bo'ladi. Shunday, onasi shunaqa katta mol edi. Demak. Endi 130 normalni. Nasib bo'lsa, sutdan yaxshi tuygan boshlar ekan, bu yog'iga. Necha oylik dedingiz? Aka, 3 oylik buqacha. Endi bu yog'i nasib bo'lsa, sut berarlarmi, yem berarlarmi? Samon, beda, hamma narsani yeydi. Hamma narsani yeydi. Demak, birinchisi uchun tortishib turmaymiz. Yengillarni. Aka, birinchisi uchun tortishmasak aka 16-17 yo'q aka, bo'lgan joy 15,5 million. 15,5 million so'm aka, bo'lgan joy. 15,5 million taqalgan. Taqalgan joyi bexayr chiqmaydi, bir nima xayrga o'tib beraman aka. Ketdi. Ketdi torting. Ko'zaklar ketdi kengizdan. Aka, g'unozin akalar semental. Shu oq tuyoq bor. Mana bosh bichimlar mallasidan tutganlar uchun. Kecha onasini rasmiy olaman dedim, telefonim o'chib qoldi-da. Aka, ona Avstriya semental. Toza. Malla to'nligidan kutadi xalqimiz boshlarga. Mana bosh bichimlar akalar. Shunday. Toza sementallar. Mol bichimi Toza sementallardan akalar. Turlarga e'tibor bo'lsin. Foydalanaman deydigan akalar. Bichim zo'r, e'tibordan zo'r aka. Shu semental. Aka, 5 oylik buzoq bu hali. Tozasi. 5 oylik bu. 100 talik akalar bu. Faqat shox kuydirilmagan, Keti nima deyapti uni? Ketam akalar qavat bo'lib ketadi. Mana uni bitta e'tibor qo'yaman. Xalasalari o'tgan akalar idishlariga bitta baho beringlar. Mana idishlar, so'zkachalarga e'tibor qiling. Boblaki torting mol oldirib. Yomon emas, e'tibordan zo'r. Avvalambor bunaqa mol boqqan odam bolani sutdan qoldirmaydi. Sutga yaxshigina to'ydirilgan bu. Onadan kecha ayrilib 5 oylik buzoq bu. Yedishti sog'ligi juda zo'r ekan boshlarga. Bu aka xafa bo'lmadi onasidan ayrilganiga. U juda xafa bo'lib qoldi, u mayda buqacha. Bu xafa bo'lmadi, bu biram baqirmadi. Mehri yo'q ekan, Bobur akam yaxshi. Mehri yo'q ekan. Mehri yo'q ekan. U juda ko'p baqirdi. Yeyishini oling, boshlarga bitta uni yeyishini bitta ko'rsatib beringlar aka. Ko'pchilik mana nima deydi, uylashi mumkin, sut qayerdan topib beramiz, bemalol ovqat beraverishlar, ovqatni ham yeydi aka, u semental buqachamiz. Aka, 5 oylik g'unojinchamiz. Bo'yina chiqdi. Bu bir o'yin chiqdi, boshlarga 1.8 qo'yaversinlar. Xo'p. Aka, mollar originali. Tozasi. Tozasi 100 kecha hafta so'radim, buni so'kib o'radilar. Hay nasibamiz qo'shilgan ekan, men bu hafta oldim. Aka, 25 kam bu. Kami qancha? Aka, 500 etsam, yot bo'lar ketdi 1 millioncha. Bo'lar. 1 million yot bo'ladi, saldadir o'tib kerak. Endi egar so'kkan bo'lsa endi
Nima qildingiz? Bobur aka turuvdi qarang. Turuvdi qarang aka. Turuv ajoyib. Turuvdi qarang. Necha pul? Shep. Aka 23 bering aka. Ya 20 ni uxlatib bilamizmi? Yo'q, uxlatib bermaydi lekin. Uxlatib bilamizmi? Yo'q, yo'q, aka, uxlatib bermaydi lekin. Nimachi? Baxshil aka, bu narsani kecha hafta so'ragan pulimdan ham kamiga berdilar. Men kecha hafta so'ragan pulimdan ham bugun videoga kamiga qo'yib beraman. Kecha hafta so'raganimdan kamiga qo'yib beraman. Yashan. Demak, normalni senaga olgan. Narvani senaga olganman. O'sha uchun 20 dan pastini uxlatib bilamizmi degan. Ya, Baxshil aka, endi molni ham ko'ryapsiz-ku. Baxshil aka, molni ham ko'ryapsiz-ku. Teksan beraman. Yo'q, uxlatamiz. Ancha. Bobur aka, sizga o'sha uchun aytaman. Katta operatsiyalar, narvallashni sizga bo'lmaydi aka. Qarang, 22,5 aytmadingiz, 22 aytmadingiz, 21,5 aytmadingiz. Qayerga 21 ham aytmadingiz. Qara. Dadil o'tganim yo'q. Qo'rqmanglar. Aka, tep-tekis bering ketdi. 17 ga noni bormi o'zi? Yo'q, Baxshil aka. Aka kecha hafta 20 ga ham bermayman dedi. Masalan, o'z qarib tayiga so'ragandim. Tayiga so'ragandingizmi? Tish Grenford sheriga bor edi-da aka. Xo'sh. 20 million 700 mi 21 millionga ham sotadilar. Da buni lekin sotmayman. Bunaqa pullarga deganda kecha onasini sotdilar, onasini sotgandan keyin men bolasini oldim. Agar siz so'ragan pullarga narx ko'rib kelmaydi aka. Yo'q. Agar misqolday noni bo'ladigan bo'lsa beraver. Noni bu bera olmayman lekin aka. Nima uchun? Yo'q, aka. Ana shu noni bor degan gapingiz bor-ku. Ha. Menga ko'pchilik telefon qiladi. Azbek alda bilmaydi deydi. Shuni aka noni bo'lagan bera olmayman. Aytadi, Azbekni ana shu uchun hurmat qiladi ko'pchilik. Gap yo'q. Masalan, Shuni aka. Men nima uchun 17 so'radim? O'tgan hafta so'radim. O'zim oldim. Shuni aka. Yengil narxga. Men ham masalan o'zim savdolashgan pulga olaman. Shuni chiqarmayman joyiga. Assalomu alaykum. Qanchaga savdolashib beraman, o'sha pulga olaman. Shuni 50 ming xayr ekan berib olibsiz. Aha, shuni. To'lov berib olsangiz ham beraylik o'sha pulni. So'ramasdi, o'zlari xayriga o'tib berdi. O'tmasangiz ham hech narsa. Assalomu alaykum Ormida, charchamasdan ishlaysiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Azbek 17 beraman, mol ketaver. Yo'q, to'g'ri berolmayman. Qancha bo'lsa ketadi? Ayting unda. 20 beravering. Yo'q. Yo'q. Falon pul bo'lib ketadi 20 bersa. Ha, Baxshil aka. Mana qarang, eshik yitirib qo'yasiz. Ana bu eshik yitirasiz. Ya, yitirib beraman aka. 3 million so'm. Yo'q. Ana bu eshik yitiradi u. Yo'q, aka. Menga qilib beravering. Endi tergamaydi Baxshil aka. Yo'q, qancha bo'lsa ketadi uka? Mayli bir nima kam bering 20 dan. Qanchada? 20 dan mayli yana bir nima kam bering. Ishini qarang, ishini. Bobo, Ishini. ana taraf qo'shib qo'y. Baxshilarga insof bilan so'rang 20 dan qilib beradi. Nonsiz so'radim, ol shunda 17 million. Aka puldan sal oshib qolasiz. Foydasi kerakmi emas aka. 500 so'm berdim. Yo'q, aka. Qo'yib bersa. Yo'q, aka, berolmayman. Qancha bo'lsa berasiz? O ayting unda. Aka, yengil o'tirmang, 20. Meni 500 ming kam bering aka. 19,5 bering. Yo'qda sizga 500 ming so'm uka. Yarashadimi? 500 ming so'm aytib beraman. Bo'ldi, 19 million so'm bering aka ketdi. Qo'y buzalar. Muxlislari aytdik, nomlarni aytmay o'tdik, hammalari o'tib o'tdik. Aytish kerak edi, jon uka, aytish kerak edi. Men hech narsa demasdim. Eshit qarang. Aziz, Ha. ko'p ham Yeyishdan ko'p. qatnaydi. Bilasiz, qisani yirtadi. Yo aka, 17,5 ming foyda qilolman, lekin bera olmayman. Foyda qilayotgan joyingizga nima deb berasiz? Yo'q, aka. Kecha hafta salgan 19 ming so'radim men. O'shandan arzon qilib beraman sizga. Arzon qilib So'raganimdan arzon qilib tilingizdan chiqdi-da o'sha narsa, to'g'rimi? Bo'l 19 bering ketdi. Yarim ham yo'q, 19 bering ketdi. Bermayman uncha. Ya, aka, Baxshil aka. Eng qilib berasiz. Ya, o'g'ir bo'ling, sizga nima bo'lyapti aka? Buni ketini ko'ring qani. 17,5 ga beraver. Yo'q, aka, bera olmayman lekin. 17,5. Noni bor-ku, bering. Bor aka, bera olmayman Qancha lekin. bizda? Yo'q, aka. 19 bering mayli. Berolmayman 19. Salgan 19 so'radim kecha 25 olib qo'yib, salgan 19 so'radim. Men lekin onasini sotdi. Menimcha buni aka yengilroq berganning bitta sababi bo'ldi-da. Qarangda, onasini bo'g'oz deydi 3 oylik, kecha hafta ko'rsatishga bermaydi. Bo'g'oz chiqqani uchun onasini yaxshi pulga sotdilar, keyin buni yengilroq berdilar. Menimcha-da. Kecha hafta lekin bermay, uni qarang. Musor samonlarni yeb, janavar yeb uchun sog'liq juda zo'r ekan. Baxshil aka. Aka birga noto'g'ri tushunmasinlar. O'zi salkama yetgan tagiga qarang Baxshil aka. Salkama yetgan tagiga. Chiqardik, 10 minutda уже yedik-da. Shuna, qarangda Baxshil aka. 17,5 berib, to'g'ri bir narsadan foyda qilolman, lekin Bobur akam ham aytdi, 17,5 ga qo'yaveraylik deb aytdim, yo'q dedim, bo'shiga. To'g'risida, yo'q dedim. Aka, noto'g'ri tushunmasinlar. Men 2 kun qidirib aka zo'rg'a 8 dona mol topdim, 8 dona. Aka, sotgan odam ham yozib qo'yishi mumkin, so'ragan odam ham yozib qo'yishi mumkin. Aka, 18 ming so'mga bermay olib kelaman, aka, men videoga qo'yaman. Qarang, lekin siz
Didis pastroqsiz aka? Eldan ham etdan ham chiqib ketolmayman. Menga bozordan yengil chiqdi. 18 ga bozorga so'radimi? So'radi aka. To'g'rimi? Shuni. O'sha odam ham olib bir nima foyda qilishi kerak edi. Olib sotar edi. Endi Baxshul aka olib sotar edi. Kecha mana siznikini ham 16 million so'm so'radi, o'sha odamni bermadi. Ana keltirib, men videoga qo'ydim. Xayr nasib aka sizga ekan. Siz olib ketdingiz. Endi Baxshul aka bera yoshirgan hech narsa yo'q. U bilan buni farqini mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz aka. Kiloga ham og'irroq-da bu aka, og'irroq. Agar nima deydi, bizdan ham insofdan chiqmaymiz. Aytaymi? Ayting aka. Hozir ikkalasini bitta taroziga qo'yamiz, menga og'ir keladi. Sporini mana aka, menga og'ir keladi. Aziz. Aka bu bir gap, u ham sutdan tuygan. Aziz. Aka bir bitta gap. Aka uyning mana spor onasini ko'rsangiz mayli. Buni onalari aka ko'p, kengda. Bu ham xuddi o'shana ketdi o'ga. Molli sifat yomon emas. Aka siz sal kichkinaroq bundan. Sal kichkinaroq. Ayting o'sha gapni. Agar bog'lashga joyim bo'lardi, sraz olib tashardim. Gap yo'q aka. Lekin aka bir gap, men olinishiga qarab sotganman. Obunachiz olsin, obunachiz olsin. Shuna. Olsin, bitta lubov. Gap yo'q aka. Yengil qo'yib beravering, ketaversin. Aka foyda qilmadim. U yo'q, bu yolg'on gaplar kerak emas-ku, lekin berolmayman aka. 18 ga ham berib bermaydi lekin. Uni aytmayman. Yo'q, Baxshul aka, 18 ga ham berib bermaydi lekin. Bobur bir nima de uka? Baxshilar keling. Ojon, Navro'zadalar Ish qarang. Aka 18,5 so'nggi bahosi. Mayli, ana insofdan chiqmadi. 18,5 so'nggi bahosi. Molni ham ko'rang. Aka, bir gap. Mana ko'p akalarimiz aytadilar, bozor yengil deydilar. Men maqtanish emas, mollar hech sifatli, mana ko'rib turibsiz. Lebo bir ko'rgan odam ham aytadi, sifat qanaqaligini-da mollar. Sifat yaxshi menimcha. Sifat yaxshi. Narxi Baxshul aka endi bir narsa bozorlarga uylardan olganman aka, ko'pisini. Uylardan olganman aka. Hozir men ana shu narsani aka bozor chiqsa 25 deydi haqiqati. 25 deydi. Mana kecha aka nima deydi? Shu kun kecha ana deydi videolarini ko'rdim. 3 ta bir joyga savdo bo'ldi aka 23 dan. 3tasi 70 millionga savdo bo'ldi. Xuddi shunaqa. Endi menimcha narxi normal 18,5 qo'yib bering, ketaversin. Jon aka endi Tekis qo'yib bering. Ya yo'q deman shu bitta molga. O'sha odam 18 ga so'ragan odam bir par non xon tamom bo'lgan. To'g'rimi? Sizdan olgan odam bir par nonni odam ham har safar o'zimizga mol topib beradi-da, o'zimizga mol topib beradi. U odam ham olib aka boshqa birovga sotadi aka. Shunday. O'sha uchun o'sha odam ham non talabmi? Boshqa odam ham non talab. Hamma ham non topay deydi. 18 ga qo'yib beravering, ketaversin. Ya aka. Niyat qildingizmi? Videoga qo'yaman shu narsani deb. Shuna aka. Shuna. Aka bir narsani almashtirish yozib qo'yish mumkin. Kecha oldingi videomdan aka 4-5 ta molimni o'sha olgan joyimga 450-500 ming so'm foydasi bergan. Aka hamma mollarimni ham nima deydi? Foydasi so'radilar, aksariyatini men bermay olib keldim. Videoga qo'yaman deb. Aka nima deydi? Arafda 20 ta ziyod mol bo'ladi Baxshul aka. Hozir sifatli mol kamroq. Topilmaganini hisobga mollar kamroq. Lekin aka bu narsaga endi topilmadi deb 1 million qo'ydi deb nima bilmasinlar, noto'g'ri tushunmasinlar, mayli beraman 18 millionga Baxshul aka. Gapni sindirmayman, lekin aka mol tushunganga narxi normal. Zo'r. Aka 18 million so'm so'nggi to'chkasi aka. 18 million so'm aka, ishqiboz aloqaga Shu hali 5 oylik go'salar bu aka. 5 oylik. Keyingisiga Katta bo'lib ketadi. Ko'shakalar keyingisi. U bir kalaga turtib Greyford buqa ishqibozlar uchun Greyford buqa akalar. Orqa tomondan ko'rishlari kenglar. Xullas buqachamiz orqa tomondan ko'rishlari yigitlar oxiridan bosh ko'tarmaydi. Aka 5 oylik buqacha. 5 oy. Onasini yonidan ol. Bu o'sha odam pervaznoylarni. Shunay. O'sha odam kiyganmi? Shunay aka. 5 dona olgan ekanlar aka. 3 ta buqasidan bitta ona bolasidan olgan ekanlar. Akalar mol salkam semental. Shunay. Bobur aka bitta buni aylantiring. Greyford. Turmushi salkam sementalga. Yomon yeydi lekin janob. Yo'q, yomon yeydi. Xo'p, Greyford bor o'da. 5 oylik Greyford aka. 5 oylik buqacha. Aka 5 oylik. mol tumshuq ko'rsang, lashaydan ko'rsang aka, mol ko'rgan odam 7-8 oylik deydi aka. 7-8 oylik deydi. Aka buni sotgan odam o'zida obunachiz. To'g'risida ko'p nima deydi, bor ekan bozorimizdan aka, ko'p mol oladigan kecha o'zlari aytib turibdilar. Ko'p mollarga ulgurmaganman, bozorda yaxshi mollariga sizlar olib qo'ygansizlar. O'sha mollarning foydasiga so'raganman, bermagansizlar, aytib videoga qo'ygansizlar. Sizlarga sotish niyatim bor edi deb kelib, aka cho'qirib olib ketdilar uylaridan aka aytib kelishtirib berdilar onalarini, eshaklarga yo'kischalar bor kattaroq sotsam sizga aytaman dedilar. Narxim kelishib oldim aka onasining yonidan. Akamiz ma'lumot berishlaricha aka 5 oylik buzoq bu hali.
Yeb ichish juda zo'r, mana ko'ryapsiz. Yeb ichish yaxshi. Har tomonlama yaxshi. Boshli aka, shuni. Shu odam, mana. Aka, buylari biri 7 chiqyapti aka, biri 5 ga o'sildi. Biri 5 ga o'sildi. Narxi nechi pul? Narxini Boshli aka, ega ham 22 kam bor deyapti, men ham 22 ga aytaman, kami bor. Nechi pul kam? Aka 500 ming so'm kam bering. Keling yana 500 ming so'm kam bering. 21 million so'm. Bu qancha? Boshli aka? 500 ming qo'ying mana boshqa. Keling 1 million. Hafta 3 ta video chiqaramiz, Bobur akamga to'g'ri kelmayapti. Nagruzka bilan. Charchyaptilar. 200 tashlama. Oybek qancha berasiz? 20 million so'm. Gaplashma bilan. 16 million so'm bersam bo'ladi. Aka, yo aka, unday demak aka, ya o'zimiz so'ramaganmiz. Gap yo'q aka, bir so'm so'rasizlar, men xafa bo'lmayman. Mana men so'ralganim yo'q joydan aka. Bir so'rashga. Qancha bo'lsa berasiz? Ey, insof so'raydi. Usta shogird agar 2 marta shuni savdo qilsalaringiz, aka, "Qon ketaman mana." Kerak ketasiz aka. Olib kelamiz. Ha, aka ayting. Mol jupiga bir nima bor. Yo'q. Jupidan ancha ziyod oling. Jupidan ancha ziyod oling. Beravering. Yo'q, aka. Jupidan ancha ziyod oling. Bu qancha bu aka? Yo'q, bu qanchalikka, bu qancha? Usmenta? Janob. Ha, bu kerak Ford aka. Farqi bor. Aka, go'shtga mansubdorligi zo'r buni ham aka. Ko'payadi. Formiga farqi bor. Bo aka, mana 50 kilo olib. Ha, endi aka. Yengil qilib beravering. Ya aka, endi. Ya aka. 18 ga berib bermaydi aka. Aka, agar sal ilsa ketadi. Qancha bo'lsa ketadi? Bundan 1 million olish shart emas. Bundan 500 ming so'm chiqsa bo'ldi. Qancha bo'lsa ketadi? 20 ketdi aka. Ketdi, barakano'l. 18 million so'm beravering. Yo'q aka. Ya aka, 18 ga to'g'ri kelmaydi. Bobur aka bel torting. Yengil qilib. O'z ko'paydi. Aka, 18 ga to'g'ri kelmaydi. Tushunga o'zgina aka. Boshli aka bir gap aka. Akamizdan bir mardlik qildilar, men ham bir mardlik qilaman. 18 ga bermagan ekanlar onasining yonidan, menga 18 dan pastroq qilib berdilar. Yo'q demasangiz aka, 18,5 so'mga bahosi qo'yib beraman. Akamiz ham ko'rib turibdilar. Rahmat o'sha odamga. Yengilroq qilib berdi, meni musofir deb. Aka, men ham olayotgan odamga yengilroq qilib beraman. Ana yozib qo'yishlari mumkin aka, 500 ming so'm foydam qo'yib beraman. 18 ga bermagan ekanlar, 18,5 million lekin Boshli aka so'ngga to'chkasi aka. 500 ming so'm qo'yib aytaman, shuni. 18,5 so'ngga to'chkasi. 18,5 million so'm aka. Bu qancha hali 5 oylik. Ey, Bu inat chiqdi-da. aka, biri 7 chiqdi, biri 5 ga olaversinlar. Ketdi. Ko'chaga keyingi molimiz aka. 128, 129, Boshli aka 127 plyus qo'yaversin. Bobur aka bitta buni aylantiring molni. Buylar 1 metr 20 O'tgan santim safar akalar. chiqqan mol. O'tgan safarga ham 1,5 oy bo'libdi aka. 1,5 oy bo'libdi o'tgan safar. Yana bitta shunga o'xshagan chiqardik-ku. Kecha 21 millionga chiqardik aka. Bo'ldi. Loshaga ketdi aka. Loshaga ketdi. Uni tumshug'i qora edi. Yo'q. Ancha bag'at aka uni. Ancha bag'at. Ma o'shamidi bu? Yo'q aka. Akalar korpus ko'rish. Bobur aka torting. Aka, ana bilan mol uyoladi buni ketadi. Ketadi yoni. Ana bilan mol uyolib qoladi aka buni ketadi. 150 kilolar bu bitraga. Boshliga og'ir bo'lang aka, 400 kiloga plyus bo'lish kerak bu. Yana bilmadimmi? Bobur aka bitta buni aylantiring, boshliga nimadir molni ko'rolmayaptilar. Bitta buni torting aka. Boshqa uchunlar. 400 kilodan kam emasmi? Bobur aka tish buzdimi yo'qmi? Bitta ko'ring-da shuni. Yo'q, buzmagan bu. Aka, ketib ko'ribsiz, maza qilib o'tiring, tamom. Keyin Buzmaganman. hali berib buzmaydi ham. Aka, bu mollar bir oy ziyodroq oldin bitta videolarini ko'rsinlar aka, 120 uchun yapaloq mol edi bu o'sha paytda. Mol o'sdi. Hozirgina Yana sabr qilmalarda buni. 125 ta chiqdimi? 128 shot Boshli aka, 128, 129. 127 plyus qo'lalarmi? 126 plyus qo'lalarmi? Bitta narsa aytaman. Ha aka. Ichi bo'g'ozmi, qisir? Ana shu narsaga qittigina sabr qilmadilar, qarangda. Mol aka ega. Bu ishlarda yurgan deganda bu kuyga kelmadi aka. Kuyga kelmadi. Buni ko'rsatdik, lekin o'ziga chiqmadi Boshli aka. Ko'rsatib chiqmadi, lekin yana bir tomoni bo'ldi. Mayli, mendan qisir hisobiga olsinlar. Buqaga ham kelmadi mol. Men o'zim uyga nima deydi, boqib turgan sigirlarim 2-2,5 oy lekin o'zi bilmadigan 4 oylikdan o'ziga ko'rindi. Bu tomonlari ham bu. To'g'risi. Kelish kerak edi agar bo'lsa. Aka, o'zi ichingizdan Galasodan akam chiqdilar-ku. Muhammadmi? Otlarni bilmayman. O'sha Shukronlar qisir deydilar. Buni o'sha payt ko'rsin. Qaytib qo'yga kelgan yo'q. Toza qo'shib kelgan bo'lishi mumkin. Kelish kerak edi. Yana bir gap gapiram. Boshliga.
Bizlardan qisqa hisobiga olaversinlar. Bo'ldi, tamam. Shuni bizlardan qisqa hisobiga olaversinlar. Narxini ochib qo'y. Bobur aka, mol yechib aylantiring bir xalq maza qilsin. Karabulla bak, ko'rsin huzurlik. Ko'rsinlar aka. Ayollarni qarang baquvvatligini aka. Hali buzoq narsa. Buzoq tushga turibdi. O'xshaygan aka. Lekin uni beli ingichkaroq. Tumshuqlar qaroq. Ikkovidan zo'roqroq. Yama o'xshagan haqiqati aka. Estonga semental aka. Estonga semental aka. Soqqasidan Baquvvatligi aka. Hoji akani uyiga edimi? Soqqasi, ha. Hoji akani uyiga edimi? Shuni. Hoji aka mehrini yaxshi. Mehr yaxshi beradi aka. Soqqasi. O'ttiz ham kami bor. Qancha? 30 ham kami bor. Hop. Ho'p. Kamini ochib qo'y. Kami Bashlo aka 500 o'tsam yot bo'ladi. 1 million so'm aytaman, 29 million so'm. Yana qayt. Yana qaytay. Mol baquvvatligini ko'ryapsizmi? Ozgina qaytib ber. Yana 1 million so'm kam bering. 28 million so'm. 30 dedingiz, to'g'rimi? Ha. 6 so'm kam bormi? Yo, 6 million Bashlo aka. so'm kam bormi? Yo, aka. 24 million so'm Yo, ketadimi? Qancha bo'lsa ketadi? O'zlari sotarlar, lekin bunaqasini keyin topolmaylar, o'zi biza qo'yib berayotgan narxga. Endi qanday desam men sizga bitta narsa aytaman. Sizni Ayting ishingiz o'sha oldi gapni. sotdi. Bizning ishimiz oldi sotdi aka. Bizning ishimiz masalan olib boqib tayyorlash. Har kimni fikri nimasi bor, o'zining yo'nalishi bor. Buni boshqa safar topilmaydi degani, bu degani boshqa safarga bozor chiqmaydi degani. Bozor chiqqandan topadi. Bashlo aka, bir narsa qarang, endi qiziqqonligimiz borku, baribir inson zoti kallasi ishlagan odam, manda odam. Bobur aka o'ylamasligi mumkin, lekin o'ylaydi. Hozir sotamiz. Mayli, keyingi safar ham olinishiga qarab sotamiz. Ana shu. Hozir ham olinishiga qarab sotamiz. Hozir qo'yib berayotgan narximga avvalo xudo, men o'zim bilishim bo'yicha bozor 100 dan ham normal qilib beraman. Aka, bu qavurg'ani ushlang, bu qalinligini ko'ring, qavurg'ani aytasiz. Mol juda baquvvat mol aka. Bobur aka, qarang 29, 28 aytdim. 27 ham menga yarashmasa kerak, ha. Endi bir narsa 27 ham yarashmay shu chiroyli baho qo'yib ber. Bobur aka, siz bo'lmasa aralashmay turing, men shuna baho qo'yib beraman. Chiroyli baho qo'yib beraman. Gapirolmadi bu bab. Yana urganlar buni. O'sha aytamanki, katta operatsiyalar, katta ishlar Bobur aka sizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Aka, yana yelchi. Ha, aka. Bashlo aka bir gap. Yo'g'i baholar 27, 28. 26,5 berasiz. Bermoqchi yo'qmisiz? 26 berasiz aka. 24 ga mana bormi yo'qmi? 24 ga ham, 23,5, 23 ga ham noni bo'lmoq. Xo'sh. Maqsad nima? O'shanchaga noni bo'ladigan. Maqsad aka tirikchilik. Tirikchilik ko'p. 4 so'm topgan, 6 so'm topsa xursand bo'lib qoladi-da. Undan yamonga kiradi. Oxirdan voz ko'tarmaydi. Ana shu mehnat haqlarini aytinglar, tamom. Böyle aka 25 million so'm ketaversin bu. Birini qayting o'shani. Endi birini qaytsak, Qarang, sizlar aytgan o'sha 400 kiloni go'sht po'stiga ham mos bo'lib ketadi. Xo'p, deveringda, tamom. aka avvalo sizga qilsalammi? Qisir. buzoq. Lekin hozir qisir molni bo'g'ozi puliga olmaydi-ku, to'g'rimi? Men bo'g'ozi puliga beryapsizlar demayapman. Shuni. Bo'g'ozi buni 28 ga ham berilmaydi. Berilmaydi aka. Lekin bitta narsa aytaman. Hozir go'sht po'stiga ketsin, bo'g'oz qilgan odam sizlarga foydasini qo'yib bersin. Yo'q, bizga kelib qilyapmiz, aka, biz aqob zo'rniydik, nima qilib? Mana Yemni zo'rini yegan shu ahvolga kelyapti. to'g'risi savdomiz o'xshamadi, uyga tashab qo'ydik, keyin birovga sotdik. O'z video chiqaradi boshida. Borib o'sha bo'g'iz chiqdi. O'ra borib bo'g'iz chiqqan. U bacha bozorga shunday O'sha molni ham ko'rsatdik, qisir deydi. Siz zinash 24 dan ziyod bermoqchi yo'qsiz aka. Eldan ham ipdan ham chiqib ketolmayman. Bilaman sizlar qattiq odamsizlar, bera olmaysizlar. Sizlar bera olmaysizlar. Ketdi aka, 24 million so'm. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bashlarga mollar original aka. Libo bozor bilan so'rashib ko'raversizlar. Foydalaning bu molni. Qisir hisobiga ketadi aka. Hozir mol 2 oylik bo'lmagan ichidagi bolasi aka o'sha hisobga qisir hisobga ketadi. Yo bashlarga yana yengil qilib o'raymi, ha? Gapirib yuramiz debsa. Ajoyib baho berdi. Sökmaylar, o'shaga yengil qilib o'rsin. Sekmay, yengil terminaliga asab baho berdi. Mol go'sht po'stiga mos bo'ldi hozir.
Yana aytamiz. O'tadiganimizni qo'lda bering, video cho'ziladi. Böyle bir tane Aka 23,5 million so'm shu 7 metrlarni haqqi. Aka o'zi salkam 22 million so'm keladi mol. Bir oydan ziyod oldin keladi. O'sha payt Baxshul aka mol 22,5 million so'm qo'yib berdik. Aka sotilmagandan keyin uyga tashab qo'yadilar mollar, lekin keyin aradan bir 10 kundan keyin 22,5 bir musofirni akamiz so'raydilar, bermaydilar. Aka 23,5 million so'm so'nggi bahosi. Bir oydan ziyod qaradilar, aka mol o'sgan ham, 23,5 million so'm. semirgan ham. Yashang. Hali buzoq tusha turibdi. Shunay. Og'am Ko'chaga keyingizdan ketdi. Ukrainka, G'unojin ish qozlari. G'unojin buqaga o'xshaydi o'zi. G'unojin. Bosh bichimlariga e'tibor qilasiz aka. Xuddi buqaga o'xshaydi ekan. Shuni. Bosh bichimlari buqaga o'xshab ketadi akalar. Bo'g'oz aka. 20 ga 47 Bu kilo raqam yillari qismlari ko'rinishi. Bolasi urib turib Orqa tomondan ko'rishsa. 4 oylik aka mollar. Yo'q, bo'lmaydi. 4 oylik. Mollar bo'ladi. Baxshul aka oyoqlari ko'rinishi, bosh qismlari bichim. oldin tomonlaridan ham olib bering mollar aka. Bu raqam. Orqa tomon kengliklari, ust bichimlari aka. Tumshuq xalligini qarang, hali buzoq narsa. To'shga yetib bordi. Oyoqlari. Xo'p, Azbek bo'yina chiqdimi? Baxshul aka bu 1.24 chiqibdi, 1.24, 1.23. Mana bu. Mollar ham o'zi tortib 1.20 plyusga olaversinlar, ichidagi bolasi 4 oylik chiqdi. Kecha o'zi apparatga tekshirib oldim molni. Aka ega aytishi bo'yicha sementaldan qochgan. Bo'g'oziga 100% kafolatini beraman. Liveodan o'zlari bilan kelganlarmi, doktorlari bilan kelganlarmi? Kelib aka ko'rsatib olaversinlar, qarshiligimiz yo'q. Xo'p. Narxi. Baxshul aka bo'g'oz. Sifat ko'ryapsiz aka. Aha. Sifat normal, sifat 100. Shuna. Aka kechagi videomizga buni Ukrainkani qisirini chiqarib bergandik, 10 oylik buzoqni. 19,5 million so'm. 5 kunga ketdi aka. O'sha molga ana katta qo'rg'onlik akalarimiz ko'p ish qilib bo'ldilar. Sotsalar foydalarini beramiz deb. Endi u odam baribir dehqon odam, sotmayman, mol qilaman, oldin ham mol olganman sizlardan. Zo'r tug'ib berdi mollaringiz deb, oldilar sigir qilaman deb. Ana Baxshul aka, buni narxiga keladigan bo'lsak aka 300 aytaman kami bu. Necha pul kami? Tu qarang, qarang. 20 ga 47 degan, quloq raqam. Necha pul kami bu? 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. Bo'g'ozlik davriga qarab gapiravering. Aka, bo'g'ozlik davriga qarab mayli gapiramiz-ku. Lekin bu-da. Xo'sh. Lekin bu bu sifatdagi bo'g'oz o'zini topishda o'zi ham bo'lmayapti-yu, lekin baribir olinganiga qarab ketadi. Topishda o'zi bo'lmadi deb buni ustiga 4 so'mlik narsa 10 so'm deb bo'lmaydi. Aka yana bir o'tdim. 28 million. Aziz. Ha. Hozir qisirini jupiga ketaversin, tamom. Necha bo'ladi aka? 23,5 million. Yo, Baxshul aka. başlayıp tam biladi. Unaga to'g'ri ketirib 500 bo'lmay dan qo'ysa qoladi. 24 million so'm. Yo, aka. Aka Qur'onkan bo'g'ozi. Tuyoqlarni qarang, stakan tuyoq. 24 million so'm beradi. Yo, Baxshul aka. Shogird 24 million so'm. 27 milyon verin. Baba, Böyle 26 milyon verin. bitta narsa aytaman. 500 shu. Bo'g'ozlik davriga qarab nima qilaylik? Chunki bo'g'ozlik davri hamma narsa, ko'p narsani hal qiladi-da bu narsa. Enaga oltoy. Aka. Jon aka tushuning. Qisri ham 20 dan tepada buni. Ana 19,5 kecha kuni kecha qo'yib berdik. Qisir qo'ydik-ku, qisir hisobi qo'ydik-ku. Aka, uni sifati bilan buni sifati farqi bu. U ham mol demayman. U ham mol demayman. Ha, qarang. Ha, mayli aka. Sifat zo'r menimcha. Men sifati yomon demayapman. Bo'g'ozlik davri o'zgina pastlik. Mol hali ancha o'sadi. Nasib bo'lsa aka tayyor bo'lguncha bo'lguncha berib qo'ying-da, 2 oy saqlasin. Tayyor bo'lguncha hali ancha o'sadi nasib bo'lsa. O'sadi. Shuni. Bobir. Bitta tishini ko'rsataylik shuni. Boshqa bitta tishini olib bering-da buni. Bu mol oltish buzish xayoliga yo'q bu. Shuna. 4 oylik bo'g'oz. Ey! Gap bilan bu tarbiyasini ko'rsatamiz buni. Sorting ondiroqqa. Janodan. Bana. Aka bu narxlarni oldingizmi? Qil dedim endi bo'ladi. Qalin narxlar nasib bo'lsa nima deydi? Bir ro'zg'orga borib zo'r sigir bo'lsang, nasib. Zo'r sigir bo'ladi. Tashlab qo'ymadingmi? Shuni tashlab qo'ymasinlar. Shuni o'zlari uchun. Aziz, Aka, yengil qilib qo'yib bering. aka 26 million so'm normal aytdi. 23,5 ga noni bormi, yo'qmi? Noni bu? 24 ga noni bormi? Shogird 24 beradi sizdan. Beravering, tamom. Aka bular bir tomoni bu-da. Bular qisqa hisobiga olingan bo'g'oz chiqqanda bular.
deydi. Narxlik o'sha uchun shuni, lekin men bo'g'oz bozordan qidirsam, qisirga ham chiqishi borda. shuni aka, bularni aka qisir hisobiga olganman, bo'g'oz chiqqan bular. Barakangizga. Ayo, endi aytib berganda, endi mana qana desam sizga, olib kelgan, mana dehqon buqaga qo'yganman. Shuncha vaqt bo'libdi. Men aytaman, ko'rsatishga baraka. Shu to'niga olasan, qisir chiqsa ham, bo'g'oz chiqsa ham. Men boshimga o'rtmaysan keyin qisir deb, bo'g'oz deb. Shu to'niga olasan degan, shu to'niga olganman ana. Ana, ikkalasi. Ham shunday. Ikkalasini. Aziz ketaversin. Bir kulib baraka deng, tamam. Böyle baraka deyman, bitta gapim bo'lagan xalqimizga. 23,5 million so'm. 24 ham emas. Oybekga qarang, yana gapni sindirdim-da. Mayli. Men ahmoq. Arzon qilib. Arzon qilib bersangiz ma'qul. Qaymal. Aka 23,5 million so'm. Baxshul aka, akalarimiz keladilar, to'g'risi ko'pchilik 23,5-24 ga ona bola ham beradi-ku deydi. Aka, buni yo'li boshqa. Uni yo'li boshqa. Orqasini o'ziga. Shuna, uni yo'li boshqa, buni yo'li boshqa. Lekin bozorlarga bundan arzon beradinglar. Qarang, gap bitta iltimos gapim bo'lmaydi bitta. Aka, chiqamiz bunaqa sifatli kamroqda. Boru, aka kecha 307 million baho qo'yib turibdilar. Qayni bu bilmadim qancha sotiladi. Men demoqchiman, menga arzon birovga qimmat demoqchi emasman. Men ham olganimga qarab aka bir nima qo'yib berdim. Avvalo xudo kim tishiga botsa olaversin, mol yeb ichib sog'ligi zo'r. O'sha akalarimiz ham zotni yaxshi tushunadi. Shuni. Prosta sal arzonroq qilib yerga urib olish uchun. Arzonroq olmoqchi bo'ladilar. Ana shu meni maqsadga shu gapni aytadi. O'z bobragamchisi dehqonga o'xshaydi-da. Dehqon bu. Chetda akalar oldi. 23,5 million. Boshqalarga so'nggi bahosi aka buni. So'nggi bahosi 23,5 million. Ko'chaga keyingi molimizdan ketdik akalar. So'nggi ko'straga o'sib qoldi akalar. Shuni. Hozirgi jupi bor akalar. Qancha Birga kelgan narxi bir xil emas. bo'g'ozliklarni sal kattaroq bo'lish kerak. Yo'q, kichkinaroq bu. Raqamlar. 60 ga 65 kun. Ega ham 2 oy bo'lgan dedi, Uzaypardan 60 ga 65 kun dedi. Boshlarga uzunligini qo'ying, ketini oling buni. Ketini oling buni. Ketini oling dedingmi? Aka, men ham ketiga havasim ketib bo'lganman. O'g'raga bir marta ketingiz kim olganmi? Bu yil. Bu yil boshlarga 1,29 chiqyapti, 1,27 plyus olaversin. 24. Flor raqami 20 ga plyusga ketaveradi akalar. Bo'g'oz 20 mil ketdi. 65 kun, 60 kun, 65 kun. 60 kun 65 kun. Shuni. Ya'ni 2 oylik. 2 oylar. Tarbiyalar bilan. Hey, senga yarashmaydi. Og'ir gele. Bo'g'raga bitta buni aylantirib bering. Sho'xla qiladi aka. Mol akalar kichkina emas. Mol. Aka, xaltani ko'ryapsizmi? Kengizga. Xaltan akalar ko'krakka qarab, kilobda. O'zi ham chiroyli mol ekan. Akalar mana. Xaltaga e'tibor qiling. Xaltani ideal soladigan. Shuni. Bo'g'raga Mana bering. akalar sigir. E'tibordan kuch turuvlariga e'tibor qilsam. Boshlarga 2 oylikdan oshgan bo'g'oz. Birinchi qo'ringa. Aha. Nasib bo'lsa urishishni qarang bobo. Nasib bo'lsa aka bu bir sigir bo'lsin. Narxlar uzun-uzun. Nasib, molni zo'r bo'ladi. Tarbiyalar ham bo'lgan akalar. Shuni. Hop, nachi pul. Aka buni 30 ga aytamiz, kam bor. Nachi pul kami. Hey, berma qo'y. Aka ketdi 1 million so'm. Yengil qilib. Bobraga torting oldiroqqa. Voy molga tegmang mol qimmatmi? Qo'y. Sal yurib bersin dedim. Yana 1 million so'm kam bering. 300 million. Ketdi kengligiga qarang aka. Aziz. Ha, aka. Yengil qilib. 2 oylik bo'g'oz. Lekin hozirgi Aka. tan olaman u narsani. Nima desam? Muhimi bo'g'oz. Bo'g'oz. 2 oylik. Shunday. Berilganimni aytaymi? Ayting, Dangal gap bo'lma. Endi boshlarga bo'g'oz aka 2 oylik endi borcha aytaman-da, endi buni 4 oy 5 oylik deb bo'lmaydi aka, buni bo'lmaydi, to'g'risi aka. Shuni, bo'lmaydi aka. Sizga o'shanga yarasha ish bo'ladi. Shuni, bo'lmaydi Hozir aka. 5 oylik, 6 oylik deb berib molni aytib 2 oylik bo'g'oz chiqsa, Shuni, undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q, shuni, undan yomoni yo'q. qarg'amasin, xalq qarg'amasin. Aka bir gap vodiydan ishonib olibdilar-da, qarang, vodiydan. Ko'p akalarimiz olibdilar. Yo'q, qarang, bitta gapirib olay. Aka bu nima deydi? O'sha odam ham mehnat qilgan bizga peshona terisini beryapti. Shunday. To'g'risida, qarang, vodiyga tamom ketdi degani, tamom mol ketdi, aybillatib bo'lsa tamom o'sha yoqqa ketdi degan gap yo'q. Aka ana o'zim uyga boqib turgan, buqam bugun chiqaraman videoga deganda, mana ertalab yaxshi yemat chiqarmadim. To'g'risida? Ertalab yaxshi yemat chiqarmadim o'sha narsani. Demoqchiman, aka ishoncha kirish qiyin. Bir chiqib ketsa. Bir aldasangiz, Ha, qiyin aka. Aka 2 oylikdan oshgan bo'g'oz. Yedish sog'ligi juda zo'r. Yemasa ichmasa bu ahvolga kelmaydi. Leba o'zlari bilan kelib aka o'ziga ko'rsatib olaversin. Gap puliga aka. 29 million bering.
25 milyon so'm. Yo'q, yaxshilar. Nima uchun 25 milyon so'm baho qo'yilmaydi? Ayting. Ha, ayting. Hozir Cheroylikni 23,5 milyon so'm. 23,5 qo'yib bering. U bilan buni Ancha farqi, ancha. Ana bu bilan buni juplasa bo'ladi. Kiloga, nomad ko'rib bu kiloga, bu ham bu og'irmi? Ana bu bilan bu bir xil bo'ladi-da. Gigant, ikkita gigant bir xil bo'ladi. Yengil qilib aytavering. Aka bu yana biri ketdi, 28 million so'm. Ikki oylik bo'z. Qochirganim yo'q. Qochirib chiqibding. Necha qochirib? Men ahmoq, yana qochirolmayman. Yana 27 berib Yo'q, unaqa yarimtalik baringtalik. 27 million. Boshlarga sizga nima bo'lyapti, aka? Uni o'zingiz qo'lga olaylik. Bobrak bitta buni aylantiring, buni ketini ko'rsinlar. Bu nima buni 25 deb qotib qolibdi u kishi. Ya bir ketini ko'ring aka buni. Bir xaltasini qarang aka. Aziz, Endi yuzini ko'rmagan hali, ko'k bilan senaj bilan shunday bo'lgan bo'ldi, aka. yengil qilib beravering. Ay jon Agar aka. 9 oylik bo'g'oz 35 million. Gapirma. 9 oylik gapirma 35 Gapirma. million so'm bu mol narxi. 32 million so'mgacha 5 oylik sotadi. 6 oy saqlaydi, bo'ldi. 5 oy Shuni. saqlasin. Lekin asosiy mol qilaman deb bo'lsin, vana yerini sutni yoradi bu mol. Lekin bu agar sotadigan, old sotiga foydalanadigan odam sirasi sotmasin aka. Buni saqlab, bu choy keroydan keyin azlik o'zini shunday Shuni. Buni ancha Biz o'zimiz xaridor. bu oyiga 1 million so'm degani emas. Akalar bu ancha foyda qilasiz bu. Lekin men shuni hozir 25 million so'mga olib bilsam, agar olib azlik bilmaydi, yurakga bir bunaqa nimasi bo'ladigan bo'lsa, azlikga arzon qilib bering. Yo'q, aka. Bu narsani berib bermayman, 25 aka. Yengil qilib bering, jon uka. Aka men foyda qilaman, to'g'risi 25 tadan foyda qilaman, lekin Men bilaman, tushunmasizlar. Men riskovat qilib olganman bu mollarni. Agar qisir chiqib qoladi, siz riskovat qilib ikki dunyo bitta bo'lsa ham 25 pul bermaysiz. Ikki dunyo bitta bo'lsa ham 25 pul bermaysiz. Bitta narsa aytay. Ayting o'sha gapni. Organizga qarab yengil beravering. Yana o'sha Yana boshqaga shunga ketadi. O'sha narsaga taqayapsiz. Siz taqayapsiz aka. Yo'q, qarang, siz taqayotgan joyingiz, men bu safarga borib shu molni o'sha pulga olaman. Yo'q, aka, Bo'g'oz bozordan men qidirganim ham yo'q aka bu narsalarni. Men egaga aka ishonib, egaga ham allagan yo'q ekan. 2 oylik bo'g'oz yo'q, 13 kunlik dedi o'zi ham aka. Bobrak torting oldiroqqa. Avvalambor mol. Demoqchiman, boshlarga endi bo'g'oz shuni, aka bo'g'oz bo'lsa, yag'on narsa bermagan, zo'r narsani. Zo'r narsa. Lekin mehnat qilgan shunga. mehnatiga mehnatiga yarasha pulni oldi. 20 ga 49 ekan quloq raqam. Ha, aytdim. Endi quloq raqamni o'zi. Naq qilyapti. Böyle bir gap aka, mana hamma videolarimizdan ko'ryapmiz aka, nima deydi? Yetim yesirlarning haqqini o'tibsizlar aka. Mana biz ham nima deydi? Ko'pdan chiqmaymiz. Mayli yetim yesirlarning haqqiga aka yana 500 ming kam bering. Musofirlar uchun yana 500 ming kam bering. 27,5 dan qarang. Boshlarga sal kalla ishlating. Hisob kitob qilib turing. Ketdi 500 ikkita. 26,5 qoldi. Yomon bo'ldi hozir. 26,5 bo'ldi. 27 million so'm aytib bo'ldi. Aytib bo'lading. 20,5 ana shu shunga katta ishlatavergan endi. To'g'ri aka, bu yoqdan yashab bersang bo'ldi. Hisob kitob bir balo qilaman o'zim. 26 bo'ldi aka. Aka, obunachilarimiz, muxlislarimiz aka nima deydi? Kutib turibdilar, dushanba bo'lishi nasib bo'lsa sifatli mol chiqadi deb. Nasib bo'lsa mana sifatli mol. Narxini ham sifatli qilish kerak. Yana ketdi 500. Ota-onaga rahmat deganlar uchun yana ketdi 500. Xo'sh. 25. Qaranglar, sizlar aytgan baho bo'ldi. To'g'risida normalni bahosi 25 ga. Normalni bahosi aka nima deydi? Olgan odamni kimni uyiga borsa ham aka mana men degan sigir bo'ladi. Borgan joyga tinsin-da. Borgan joyga tinsin aka 24,5 million so'm so'nggi bahosi. Qancha? 24,5 million so'm so'nggi bahosi. Aka, men Bo'g'oz bozoridan qidirsam mumkin bu pulga topmasam. Aka, men qisir hisobga olganman. Olganimga qarab bir nima qo'yib aytaman mana. 24,5 million bo'lgan joy. Liba uzulari bilan aka, liba uzulari bilan kelib tekshirib olaversinlar aka. 2 oylikdan oshgan bo'g'ozmi? Biz aka keyingi molimizdan kech. Katta molga ishqiboz akalar. Tovarlarga ishqiboz akalarimiz uni qora-qora akalar. Yupqa bo'lsa. 23,32 quloq raqamlari. Tug'ish xayoli yo'q, tish buzish xayoli yo'q-ku buni. Yo'q. Tug'ish xayoli. Aka bu 7 guruh bo'ldi-da, yilini shu uchun qo'yapti-da. 7 oylik bo'ldi-da, qorindagi bo'lasiz. Orqa tomondan ko'rshatar ekan. O'z ko'paydi bu. Kengliklari akalar. Yiqiladi, yiqiladi. Ye. Ayolga ham. Tish buzish xayoli yo'q, bosh aka buylari 134 mol. 130 ko'sildi aka. Bu nima xaltasi o'zi? Go'sala o'li bu. Aka 7 oylik bo'ldi aka, buni qorindagi bo'lasiz. Nasib bo'lsa 2 oydan nari berib tug'adi bu aka. Buylar. Tarbiyalar. 7 oylik, ha? 100% 7 oylik men garantiya beraman. Bemalol kelib tekshirib olaversinlar. Bu mol oldinroq ham bu o'zimdan chiqqan mol bu aka, bu 4 oylikdan oshgan deydi o'zi apparat. Aha. 7 oylik qilib qaytib sizga sotdim. Yo 6 oylikdan oshganroq edi. Bizga sotganlarga 6,5 oylik, bizga kelganiga ham 5 kun bo'ldi. Bu jonivorda aka.
Narxini aytdi. Narxi 32. Kami bor. Mol kattaligini qarang. Mol katta. Lekin Narxini yengil qilamiz. hadi Ya yengil qilamiz aka. yengil. Yusalov tish buzmagan ko'ryapsizmi? Jupiga ketib biladimi? Qaysi bilan aka? Hozir chiqargan. Yo O'sha aka. bilan juplaymiz. Yo aka. Bu qayera. 7-oy Bu kim? 7-oy o'tgan aka bu. O'tarzdan gapiring. 28 bering. Ancha o'tavering. Yo'q, yengil qiling. Bobur aka bitta mol buni ushlang. Boburjon, Kundalang ushlang mol. o'z gapiring. Aka 27. Aka ham moli kattaligini qarang. Aziz, Yusalovli. Aziz, jupiga noni bormi? Bo. Bo'lib beravering. Yo'q aka. Aziz. Ha. Aka bularni uydan olamiz. Narxi shunday bulan aka. Uydan olgan hisobiga. Aka nima deydi? U qidirish shart emasda bo'lasin. Shuni nima qilasiz? Katta bo'ladi. Ha. Yetti oylik aka garantiya beraman. Jupiga ketyapsan. Yo'q aka 24,5 ga Jupiga bering, tamom ketyapsizmi? mol kattaligini qarang. 1-4 ta buni berib. Soatiga qarang, 40 minut. O'yin tomonli biz 1 soat obzor qilamiz. Jon uka, bering. Bobur aka bitta aylantirib bering. Bo'lib beraman. Bobur aka bitta aylantirib bersin. Bo'lib beraman. Aylantirib bering bitta mol. Mol go'zalligini bitta ko'rsinlar. Aka buni tuyoqlarini ham qarangda bu stakan tuyoq 134, 130 minus ko'rsinlar. Mayli aka xalqimiz mazza qilsin. Tishini ko'rsatdingiz ha? Hali go'zallar 24,5 so'nggi bahosi. Sotgan odam yozib qo'yishi mumkin. 15 kun oldin 23,5 ming oldim. Dadam pulni aytib beradilar, 23 million 400 ming so'm, 100 ming so'm xayriya saqlab qoladilar. 24,5 so'nggi bahosi aka lekin. Men bundan 300 ming 400 ming aytmayman. Mana kechagi videomizda ham ko'p akalarimiz xafa bo'lib qoldilar. 50 ming aytamiz desa, kuloblar bizdan ustimizdan. Aka biz yengilroq qilib aytib qo'yamiz o'zini. Barakaysiz. 24,5 so'nggi bahosi aka. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, keyingisidan ketdik akalar. Gibrid ish qog'ozlari uchun. Sementalga chorib berasizlar. Gibrid akalar. Orqa tomon keyinliklari, bosh bichimlari To'xtating bel. to'qol akalar. Bel to'xtating bobur. Xudodan zo'r. Bobur aka to'xtating. Mozon tepalik yetib, mol sifatiga baho bering. Mana umumiy ko'rinishlari akalar, turlariga ketib Hali go'salar, aka mol 8 oylik, mol o'rnidagi bolasi, hali tish buzmagan mol. Tish buzmagan hali. Birinchi qo'ring aka. Birinchi qo'ring. Yo'talganiga ham ahamiyat bermasinlar, kepak yegan iloji hammasi yo'taladi. Ichki sog'liq juda zo'r mol. Yemasa qorindan chiqmaydi, mol badanimdan bermaydi. Bu sasiyani turmaydi. Qarang, bobur akam yiqitib o'tib ketaman deyapti. Aka moli 1.19, 1.20, 1.18 pul ko'rsinlar. Xo'p. Narxini aytib. Narxi baxshilarga o'z bobur akam portlataveradi. Bundan aka 300 million so'm. Kami bor. Ozgina xayriya. Kami bor. Qancha? 8 oylik bo'g'ozmi? 8 oylik. Gibridligi hisob. Hozirgi jupiga ketib biladimi? Yo'q aka, u narxlarga o'zi olinmagan aka. To'xtating. Oybekni aytib. Yana bundan so'rayman. 500 ming qo'shaman men. Boshqa qo'shamayman lekin. 25 million. 25 million so'm. Sizga plan qo'yaman. 25 million so'rayman, o'zim ham. Qancha bo'ldi ketdi? Boshlarga birga gapiraman, ana shu ko'p narsalarga aka e'tibor berib yurayman. 24 million so'mga 6 oyligini qo'yib berdim. Xuddi u ham xuddi shunday edi. 1.8 ga plus edi. 8 O'sha mol 8 oylikda qarang, o'sha mol 24 millionga baraka qildik. Qashqadaryoga yetkazib berish, Dehqonobodga yetkazib berish bilan oldingi videoga ham aytdim. O'sha molga 25 ga xaridor ko'paydi. To'g'risida keyin 1 million beraman dedi. Akam sotmagandilar. Bu mol undan kuchli. Kilosi ham og'ir. Qorindagi bo'lasa ham katta undan. Lekin 25 beraman dedingizmi? 25 beraman. Mana bor ekansiz aka. Aka 1 milliongina pul yetmaydi-da. Yetmaydimi? Yo'q, 1 milliongina yetmaydi pul. Zarar qiladilar. Siz ham olib kelgansiz, men ham. Zarar qiladilar, zarar qiladilar aka. Foyda qilish Tak zarar qiladilar. Odam foyda qilish kerak. Bo'ldi 26 million so'm ber. Yo'q aka. Bobur, Aslida bittanasi 28 bering. 27 ni gapir. 28 ni tentak bo'lganmisan? Yo'q, berigan niyatlari yo'q, shu 26 ga ham zo'rg'a rozi qilaman bu kishini. 26 ga ham zo'rg'a rozi qilaman bu kishini. Yolg'on yo'q. 26 million zarar qilmayman, o'zi bilan zo'r bo'ladi. Shuni. 27 bersa zo'r bo'ladi deyshimiz. Amaga xursand bo'lib qolaylar. yana sizlar flash ko'ydirasizlar. Flash ko'taramiz anaga. Flash ko'ydirasizlar. Shu dodini aytavering, tamom olib ketaverasiz. Aka, bular buni olib qarasa aka u 9 mol meniki aka. 8tasi bitta o'sha akaniki, bitta bobur akaniki. Aka bular ham mana dam, bu yog'i ana kecha
Hayotjon akamiz tug'ilgan kunlari edi. Bular ishqilib Xudoga shukr, umrini bersin bularni. Zamancha olgan. Mana bozor ham urmadi ular. Qarang, shuda tinchgan odam aka. Buni yaroq odam bala-chaqa deb harakat qiladi. Aka 26,5 ga kelishdingizlarmi? Mayli, ketsin aka, 26,5. Endi demoqchiman, 27 berib bermaydi. 26,5 million so'm aka, shuni. Mol zo'r lekin zo'r yeydi janob. 5 so'm sizni uyingizga yetib bergancha 3 so'm olib keling. O'ta paqa. Ko'chaga ketdik. Boshqaga buylari 1,24 chiqibdi aka, 1,20 plyusga olaversinlar. Buylar Molimiz aka to'q bo'g'oz. Kuni qolgan. 120 plyusga ketaveradi akalar. 20 ga 48 qilaverataman. Aka egani aytish bo'yicha 10 kun 15 kun vaqt qolgan. Buni endi biza mana bu ishlarni bo'g'oz ketirib sotish 2 yil, 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa, ana nima deydi? Amakilarimiz, tog'alarimiz sotib yuribdilar. Kecha Hoji akaga ko'rsatdim, tomomga 15 kun vaqt qolgan deb bergan. Deganimga kami 1 oy ko'taradi dedilar. Endi nima desam, egalikini 15 kun qolmay tug'adi dedi. Aka 1 oy mayli kamiga olaversinlar. 8 oydan oshganga olaversinlar. Mayli nasib bo'lsa 1 oyga tuqsin. Mol bu 1,25. 1,25, 1,24 chiqib boshlarga 1,20 plyusga olaversinlar aka. Narxlarni, aka qalinligini, mol faqirligini, aka yeyish qo'y, vabshim. Aka shu darajada nasib bo'lsa bu mana aka xaltani qarang. Shu darajada yelin qiladi nasib bo'lsa aka, tuqquncha zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Zo'r bo'ladi. Lekin bu da baxshilar. Lekin bu aka bu zagonga qo'yib yurib qochib qolgan. Bu Angusdan qochganmi? Simentaldan qochganmi? Gibriddan qochganmi? Shunisi. Simental gibrid bu, simental bu, Angus bu aka ichida. Angus bu. Bori-boricha. Bori-boricha aka. Aytilishicha Aka bori-boricha. shuni yonida, shuni yonida aka yurgan Angus ham bo'g'oz chiqdi. Angus bitta qisirg'inojini bor edi. Ikki ko'rsatlar bo'g'oz chiqdi o'sha ham. Aka bu ham bo'shliqda yurib bo'g'oz chiqqan demoqchiman. Bo'g'ozligiga garantiya beramiz. Qochgan muddatlari u nima deydi? Sotgan odam ham aka taxminan aytib o'tibdi, lekin qanaqa buqadan qochgani yo'g'i Allohga ayon. Narxi vaqtida 32 kami bor. Yetuk aka, yetuk bo'g'oz. Toza kuratishini yorgan. Kami nachib. 31 bering. Necha pul bermoqchisiz? Keling Instagram 30 so'rab 30 bering aka. Yo'q. Bu 30 ga chiqmaymiz. Necha pul bermoqchisiz? Bobur qancha o'tdi? 30 dan. Ketding. Ketdi 1 million. Qarang, maydalashmaganizni qarang. Yo, ko'nglim bitta bu yo'qni o'tamiz, yaqinlashtirib aytdim. Oybek necha pul berasiz? Hozirgacha beraman. Ya aka. Jibida ancha ziyod oling, 26 yarim. 26,5 qo'ydik. Shuni. Ya aka. Bu yetuk bo'g'ozda, tushuning. Yengillashtiringlar, ozgina. Jon Oybek aka, gaplash. Gap yo'q aka, ikkita bir joyga 52 ga oldilar, unisi kichikroq edi. Mana aka kattaroqni oldim, foydalarini berib, to'g'risida. Bir akamiz oldi, mana foydasini berib oldim. Kam bo'lim aka? Ha, aka. Ancha. Bu ancha emas, lekin bu endi demoqchiman aka, ikkita 52 ga oldim, bundan kichikroq qarosi bor edi. 26,5. Yo, bu zalar bu. Bu zalar. Men kattasini oldim. Yana chiroyliroqni oldim. Menimcha, kimga qaysi yoqadi? 27 bersa ketiblar. Yo, boshlaga. Narxlarni ko'ryapsan buni? Qancha qoldi? 29 aytdi. 2 qoldi, 2 ko'p emas, 2 qoldi aka. Ya voy, aka o'g'ri bo'ling. O'zingizni qo'lga olib oling, boshlaga. 500 ming bo'ladi. Mayli aka, ana 28 yarim bering. Musofir akalar-chi? Hoji akalar-chi? Hay, Noybek aka, hammasi aytaversa aka, biz zarar qilamiz-da. O'sha akalarimiz bo'lsa bilan shuncha joyga keldik. Xudoga shukr. Molimiz musofir oladi. Shuni. Musofir bo'lib ko'rmay hozir biz bu yilni chap aytamiz-ku. O'shanga Aka, ishonib bo'libdi. Bir narsa Bashul aka, shu kecha ham aka 4 dona molimiz sotildi aka. Musofir akamiz kecha Rossiyadan telefon qildilar aka, shu darajada xursand qarang-da. Aka, iltimos soat 10 ga baraka bo'lib, eting hozir deyaptilar. Aka, jondirom yaqin yo'l emas. Men aytdim 2 soat ziyodroq. Aka, hozir ayting, molga yetishamiz deyaptilar. Hozir ayting deyaptilar. Qarang-da, o'zim xursandligini. Hozir ayting deyaptilar. Masalan, Men aytdim, akam shashlar sinmasin dedim. 2 yil oldin mana musofirga borib kelgan vaqtim ayvonimni tagiga To'xtating. mol yo'q. To'xtating.
Shunday mol qildim, shunaqa xursand bo'ldim, mol qilgandan shu boshlagandan keyin. Shuni. O'sha akamiz ham qarang, xursanda hozir ayting deydilar, hozir ayting deb kutmagan vaqt, hozir ayting debdilar. Biz endi molga yetishyapmiz dedilar. Ilim o'sha mol odamdan aka, uyi aka nima deydi? O'nlab mol bo'lsin. Aka ozgina foydamiz tegibdi o'shalarga, biz xursand. Ana yasha. Biz xursand. Oddiygina o'zimiz shoferimiz aytadi, ana bu narsalar internet chiqdi, ana bloger akamiz chiqdi, ana bu narsalar bo'lyapti. Men xursandman shu narsa. Biz ham deydi vaqtda musofirga yurganmiz. Telefon qilaydik uyga. Ana shuna mol chiqibdi. Borib olib kelinglar faqat. Nima deydi? Uzoq joylardan chiqadi. Mana o'zimiz Buxoro, G'ijduvonlardan ham chiqibdi. Biz xursandmiz. Shunaqa narsa oldin yo'q edi. Shunaqa narsalar oldin yo'q edi. Mana hozir bo'ldi. Ancha qulayliklar bo'ldi deydi-da. Ana mol narxlarini qarang. Endi shuncha gaplar. Xatiyab 28,5 yo'q. 28 berib bilarsiz, Azbek, hozir men 28 beraman. Bilmayman emas, beraman. Lekin O'zi qancha men o'zimdan chiqadigan gap ko'p joyga masalan muhim. Chunki hozir qo'yadigan narximiz ham muhim. Siz ko'p foydani qilib masalan qiradir chiqib ketib masalan u yoqqa bu yoqqa masalan hozir yangi dengiz ochildimi o'zimizga yaqin joyga Peshko'ga. Mayovga o'tirib olmanglar, shef. Aka, Mayovga o'ratursin. Joy kelsa bachalar vaqacha turmaymiz, o'zimiz farzandlar. Haloliz bo'lsin, mehnat qilyapsiz to'p. Shuna. Qilmasangiz yotasiz. Shuna. Aka, qanotni minib shuna. Narxlarni qarang, to'rtalasi 4 joyda aka. Bu Sog'oman degan aka, vobshe. Temir qanotni mingan aka ukalarimiz ham qo'ldan ish keladi o'sha olib ketyapti. Mani qo'limdan masalan g'isht terish kelmaydi, kafil terish kelmaydi. Men ketolmayman. Bu aka gapimizni bo'ldim. Bizlar Rossiyaga bo'lganda Ho'ja akamiz. Pul tetmaydi. Bo'g'ir deydilar, buza deydilar. Faqat lahodga kuchimiz deydi. Ana, qo'limizdan shish keladi. Yevro kapat emas. Tamam. Shuna. Pulimizni ishlab boramiz, bozorni qilaveraylik. Faqat kapotdan boshqa yaramaymiz deydi. Haqiqatan ham bizlar lahod deydi. Har kim qo'lidan minadi, o'rda. Shuna aka. Azbek ketaversin. Aka 27 ga men foyda qilaman. Yo'q aka. 28 man ham bera olmayman lekin. Jon aka shuning 2.52 ga oldilar aka, men to'g'risi yaxshirog'ini ajratib oldim. Menimcha yaxshiroq. Katta edi. Bo'lsa ham katta. 27 ga foyda qila olmayman. Yo'q. Men pastroq olganman. 27,5 aka so'nggi bahosi lekin. 27,5 so'nggi bahosi aka ozgina qo'yib aytdilar. 27 narxlarni ko'ryapsiz. Yana bir narsasi bor aka. Buni bog'ozchilar olib biz tug'dirib sotamiz edi. Haqiqat tug'dirib sotadi ular pastiyani. Men nima deydi, molga ishqiboz bo'ldim. Narxlar juda go'zalda mollar. Oldizki. Men aytdim, tuxsam 300 olmasa kerak desam, uka dedi, ustidan kulyapsan, 300 ga bermaydi bu narsa. Endi biz bermaymiz bu narsani 300 dedi. Bu takbilar nasibimizda boshqacha sutli mol bo'lib chiqadi dedi. Ilm o'shalar aytganda yaxshi sigir bo'lib chiqsin. Ilm o'shalar aytganda yaxshi sigir bo'lib chiqsin. To'g'risida. Aka 27,5 million so'nggi bahosi. Shved isqozlari, shved buqaq. German shved aka. German shved. Turlarga to'g'ri qo'ysa. 26 to'g'ri. Hali bu boshlarga 7 oylik yusalar bu. Buylar 1.27 aka, 1.25 ga o'sillar. Ko'p gigant bo'ladi nasib bo'lsa aka bu. To'qol. Boshlarga bu hali 7 oylik yusalar. Ustimizdan endi chiqdi. Yeb ichish sog'ligi zo'r. Aka qana bir iloji bo'lsa kim olsa ham bitta urug'qa olib qo'ysa juda zo'r sakraydi. Zo'r sakraydi aka. Zo'r sakraydi ha. Turib qarang o'zi. Menimcha nima deydi? Katta mol bo'lib ketadi bu. Katta mol bo'lib ketadi. Aka bu narxini endi nima desam? 32 aytaman. 31 aytaman, 30 aytaman, yo'q baholar. Ko'ryapsan mol kattaligi. Aka 29 aytaman. 29 aytaman, kami bor. Qancha pul qaytadi? Aka ketdi 1 million so'm. 5 million so'mni qaytib Yo'q, aka 24 lar o'zim olmaganman. O'zim olmaganman. Xo'p, qancha bo'lsa ketadi? Yo'q, aka. 28 berishni aytasiz yo'q. Yo'q, unaqa pul bermayman. 27 bering. Sardor. Bobur joyga bir nima deb yorib. Ulardagina mana bu. 27 bering aka. Yo'q, Aka 24 larga o'zim olmaganman. Onasini yonidan aka havasim ketib oldim. Nechiga baxshlaga? 24. Aytganini o'ylaganini ayting, o'ylaganini. Ya aka, o 24 25 larga o'zim olmaganman. Karabirligini? Ha, Qurbanjon. Ha, o'sha qo'rasini qo'ysang yo'q. Ya aka. 25. Beraversangiz şimdi. Aka bir narsa 26 bering ketdi. Bermayman 20. Ya aka 25 galigini naqd o'rgimang. 26 man ham bera olmayman. Aka molni qarang, har tomonlama sifat aka, har tomonlama shved tozasi. Yo'q aka, zalar.
2 gol qilamiz, tamam, ketaver. Ya g'ay, baravar qilaveraylik aka. 1.20 ehtimol bilan 1.25 ga o'sillar, 1.24 ga o'sillar mayli. Hamma narsani yiqitadi hozir. Oli 7 oylik Yusal aka. Buzoqda hozir. Buzoq. Ketaversin. Urug'qa ham zo'r chopadi aka. Urug'qa olib qo'shib qo'yaman deganga juda original bo'ladi aka. 25,5 million so'm berdim, ketsin, ol tamam. Belgit aka. So'nggi bahosi 25,5 million. Aloqaga chiqaverasizlar. 27 santimetr. 25 ga o'sillar aka. 1.25 santimetr pulsiga tushiradi. Shuni. Oxirgi molimiz edi. Mollarimiz orasida ma'lumotini berdik, qandaydir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, ekran o'ziga telefon raqami qoldiradi.